Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Ismim Botir Aliyeva Gulruh Komiljonimni Ipsum Pathology bosh shifokoriman. Bugungi mavzuyimiz prostata saratoni to'g'risida. Prostata saratoniga oid eng muhim faktlarni aytib o'tmoqchi edim. Eng avvalo birinchi fakt bu har bir erkak kishida prostata saratoniga moyillik albatta mavjud bo'ladi. Ikkinchi faktimiz bu bittadan 9 ta insonda prostata saratoni yuzaga kelar ekan tadqiqotlarga binoan. Hamda uchinchi fakt, shunday prostata saratoni borki, ularni hattoki davolamasdan ham kuzatuv yo'li bilan bemorlarni olib yurish mumkin. Eng avvalo prostata saratonini gapirishdan oldin o'zi prostata nima ekanligi to'xtab o'tmoqchiman. Prostata bu eng muhim a'zolardan biri bo'lib, u erkak kishida spermani suyultiruvchi suyuqlik ajratadi hamda joylashgan joyiga ko'ra u siydik pufakini ostida uretrani o'rab turadi. Shuning uchun ham prostatadagi har qanday o'zgarishlar siydik tutilishi yoki siydik ajralishida har xil o'zgarishlarga sabab bo'lishi mumkin. Shunday ekan, ko'pincha bizda erkaklarimiz g'ururi tufayli yoki shifoxonalarni yoqtirmaganligi tufayli kechqurun ko'p tashqariga chiqishini ham inobatga olmasdan, ko'pincha siydik ajralishdagi o'zgarishlarni ham inobatga olmasdan shifokorlarimizga murojaat etishmaydi. Eng avvalo shuni bilishinglar kerakki, qachonki erta aniqlansa, shunchalik tez davolanadi har qanday kasallik. Bu ayniqsa prostata saratoniga oid. Endi eng ko'p beriladigan savollardan bittasi prostata saratonini oldini olsa bo'ladimi? Prostata saratoni afsuski o'zida hech qanday belgi bildirmaydi. Belgilar bilinishi boshlagan davr уже kech bo'lgan bo'ladi. 3-4 darajadagi saraton boshlangan bo'ladi. Shuning uchun biz faqatgina erta aniqlash haqida gapirishimiz mumkin. Yevropa mamlakatlarida hamda rivojlangan mamlakatlarda prostata saratonini erta aniqlash uchun skrining o'tkazish yo'lga qo'yilgan. Buni bizda ham bemalol qo'llasa bo'ladi. Har bir 40 dan yoshgan erkak kishi shifoxonaga murojaat qilib, eng oddiy, eng oson qonda PSA darajasini aniqlash mumkin. PSA bu nima? PSA bu maxsus markyor bo'lib, u ushbu moddani prostata bezidagi kichkina bezchalar ishlab chiqaradi. Normada ushbu bezchalar aktivligi kam bo'lganligi tufayli PSAni maxsus darajasi bor. Qachonki shu darajadan oshib ketsa, PSA demak biz bilishimiz kerakki, prostatada aktivlik oshib ketgan va bu erkaklarimizni tekshiruvni davom ettirishiga yo'llanma bo'lishi lozim bo'ladi. PSA agarda oshgan bo'lsa nima qilish kerak? Birinchi navbatda urolog ko'rigiga 1 yilda bir marotaba 40 yoshdan oshgandan keyin PSA topshirishdan oldin boriladi. PSA baland bo'lsa yana urologga murojaat qilamiz va urolog bunda prostatani barmoq bilan tekshirish amaliyotini bajaradi. Agarda bironta o'zgarish bo'lsa, ko'pincha qattiqlashganligini kuzatish mumkin yoki o'lchamlarni kattalashishi, o'ng yoki chap bo'lakchada har xil tugunchalar aniqlanishi mumkin. Agar shunday belgilar mavjud bo'lsa, unda endi bemorimiz kompyuter tomografiyasiga jo'natiladi. Kompyuter tomografiyasida endi aniqroq yoki boshqa radiologik tekshiruvlar, masalan, MRT orqali ham buni ko'rish mumkin bo'ladi. Har qanaqangi o'zgarishlar mavjud bo'lsa, bu prostatadan to'qima olib tekshirish uchun asos bo'ladi. Qanday qilib prostatadan to'qima olinadi? Bu ham eshitilishi juda ham qo'rqinchli bo'lgani bilan unchalik qiyin usul hisoblanmaydi. Bunda maxsus uskuna orqali ultrazvukovoy tekshiruv hamda maxsus ingichka ignalar orqali prostatani 12 ta joyidan, 12 ta nuqtasidan to'qima olinadi. Bu to'qimalar olingandan keyin gistologik tekshiruv uchun laboratoriyaga yuboramiz va laboratoriya natijalariga ko'ra endi ish tutamiz. Laboratoriya natijalari bo'lishi mumkin qanday? Birinchisi bu prostata adenomasi, juda ham ko'p uchraydigan holat, hammamizga ma'lum, ayniqsa 50-60 yoshdan oshgandan keyin ko'p uchrab turadi va bu adenoma juda ham oson davolanadi. Shuning uchun vaqtida murojaat qilish kerak bo'ladi.
Va ikkinchi varianti bu o'sma belgilari boshlangan holat bo'lishi mumkin. O'sma belgilari boshlangan holat bo'lsa, endilikda eng muhim narsalardan bittasi bu glison bo'yicha baholash. Glison bo'yicha baholash bizga nima beradi? U eng avvalo shu prostatadagi bezchalarni qanchalik darajada o'zgarganligini bildiradi. Eng boshida aytib o'tganimdek, ba'zi bir turlari borki, ularni davolamasdan faqat kuzatib yursak ham bo'ladi deb o'tdik. Mana shu glisonni 6 soni, u glison bizda 1 dan 10 gacha bo'lishi mumkin. Hamda gradatsiyasi bo'yicha o'sma 1 dan 5-darajagacha bo'lishi mumkin. Shunaqa holatlarda G1 yoki glison 6 bo'ladigan bo'lsa, unda tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bemorlarimiz har xil davo choralari, ya'ni gormon terapiya, nurlanish yoki operatsiyadan ko'ra, ularni asoratlarini kechirgandan, qiynalgandan ko'ra faqatgina kuzatuv bilan olib yurish yaxshiroq samara berganligini isbotlangan. Nima uchun? Chunki bunaqangi saraton turlari juda ham sekin rivojlanar ekan. Endi prostata saratonining boshqa bosqichlariga keladigan bo'lsak, 2-chi, 3-chi hamda 4-chi bosqichlari bu individual ravishda yondashiladi va individual davo choralari qo'llaniladi. Davo choralari qanday bo'lishi mumkin? Eng avvalo oltin standartlardan biri bu albatta xirurgik davo chorasi hisoblanadi. Hozirgi kunda laparoskopik xirurgik amaliyot turi mavjud bo'lib, bunda juda ham kichkinagina kesimlar orqali kiriladi hamda asoratlarsiz prostatani, o'sha o'choqni olib tashlash amaliyoti bajariladi. Bunday holatlarda endi o'choq organizmda yo'q va organizm uchun hech qanday xavf yaratmaydi va keyinchalik metastaz berilishini endi oldi olinadi. Qachonki o'sma prostatadan tashqariga chiqmagan bo'lsa. Ammo shunday turlari ham mavjudki, ba'zida prostatadan saraton o'sib, unga yopishib turgan to'g'ri ichakka o'sib o'tishi mumkin yoki bo'lmasam siydik pufakga o'sib o'tishi mumkin va eng ko'p holatlarda suyakka metastaz berish holatlarini kuzatishimiz mumkin. Hattoki shunday qiyin holatlarda ham biz bemorlarimizga ishonch bilan umr davomiyligini uzaytirib bera olamiz deb ayta olamiz. Qanday qilib? Albatta buning uchun biz gormon terapiyasi, undan tashqari hozirgi kunda juda ham rivojlangan nur terapiyalari oldinga chiqib ketgan. Bu narsalar bilan biz o'sma hujayralarini ko'payib ketishini oldini olishimiz mumkin. Hamda butun organizmda tarqalgan yoki suyaklarga metastaz bergan holatlarda ham suyak metastazlarini kamaytirish yoki to'xtatish uchun qo'llaniladigan maxsus preparatlar bor. Albatta bu to'g'risida o'zingizlarning shifokorligiga murojaat qilinglar hamda ko'proq savol beringlar, qiziqinglar va hozirgi kundagi eng oxirgi tadqiqotlar natijasi bilan tanishsa, bu narsaga nuqta qo'yish mumkinligini ham bilishingiz mumkin bo'ladi. Endilikda bemorimizni farzandlari yoki nevaralari qanday qilib ushbu kasallikni oldini olish to'g'risida to'xtalib o'tmoqchiman. Irsiy moyillik juda ham ahamiyatli bu kasallikda. BRCA1, BRCA2 va bir nechta boshqa gen turlari nasldan naslga o'tishi hamda aynan prostata saratonini nasl surishi to'g'risida isbotlangan dalillarimiz mavjud. Agarda genetik maslahatchiga uchrasangiz, ushbu genlarga moyillik aniqlansa, endi oldingidagi 40-45 yoshda emas, PSAni balki 35 yoshdan boshlab yiliga bir marotaba PSA topshirib turish zarur bo'ladi. Va shunday qilib qanchalik erta aniqlansa, davolash chorasini ham erta amalga oshirish mumkin bo'ladi. Agar yana qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, kommentariyalarda qoldiringlar, biz to'liqroq javob berishga harakat qilamiz. Obuna bo'lishni unutmang.